Mustafa, mana bundan bering. Usta bu yangi yil yaqin chaqchi qolish kerak. Olamizmi? Buni keqanim, birorta bo'lmay. Ye, usta bu xush kelibsiz, keling. Jo'rajon, men pistalar qayerdika? Eronniki akajon. Eronmi? Ha. Mana bu-chi? Bu Vyetnamniki aka. Bu Vyetnammi? Vyetnamniki aka. Shveysariyaning pistasi yo'qmi? Yo'q akajon. Hammasi Eronniki. Amerikaning pistasi ham yo'q, ha? Yo'q. Yo'q ekanda. Bo'lsangiz bir 2 pul olaylik-da. Dastur bitta savol borda sizga. Baba. Mana shu chaqchuqdan foyda qanday? Shu ishimizni orqasidan to'y qilyapmiz, uy qilyapmiz, mashina olyapmiz. Bo'ladi akajon, xudoga shukr yaxshi aka. Azamat, odamlar buncha kuchayib ketyapti-chi. Gap bo'linglar, mana Eronning pistalari bu, mana Yeryangoq pista, keshular bu Xitoydan kelgan, Pensilvaniyadan kelgan mana balajonim, yemay turgin, shuni sotlaylik, yangilik qilaylik. Ye, usta bu. Ustachilik taylab pista bodomga o'tib ketsizlar-da. Biz 20 yildan beri shu chaqchuq bilan shug'ullanamiz. Bu bozorga eng zo'r birinchi qo'l biza. Ha, bizlardan olib boshqalar sotadi jo'ra. Nech pul mana shu pistangiz? Buni 250 ming so'm olaverasiz. Shahzod pista 150 ming sotibdi-ku. Shahzod pistasiga o'zim beraman. Menni olib sotadi jo'ra. Qo'ysangizchi. Jo'rajon, iltimos. Yarim kilo olib bayochaylik. Olmaymi? Sizdanman pista. Azamat, bo'lmaydi-da, bo'lmaydi. Bundan bir xalta yozam. 10 kilo yozgan qoqlardan ham. Ha, usta bu. Parvo qilmay, sot buni, davay chaqir. Qaramat, arzon berla kep qolinglar, olib qolinglar. Azamat, bayosh deymi? Yo'q hali usta bu. Yo'l kiloga ham pul yo'qmi? Yo'q-da. Ketamiz jo'ra, yig'ishtir. Shuncha pista bodom nima qilamiz? Ko'tar pista bodomingni, kerak yo'q. Peshu yeryangoq qilasan, ha? Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin. Ko'tar ish pishing. Turfa gullaridan